bir xizmatchi uydagi hamma ishlarni qilib bo'lib damini olib o'tirgan ekan. Xo'jayini bitta idishda meva olib kelibdi-da, olmadir, shaftolidir, uzumdir. Mana buni yeb olgin deb xizmatchiga beribdi. Xizmatchi bitta tishlagan ekan, juda bir nordon, taxir, achchiq meva ekan. Indamasdan og'zini suvini oqqizib, ishtaha bilan yeveribdi. Buni ko'rgan xo'jayini mana bitta yeb ko'ray, shirin bo'lsa kerak deb bir tishlabdi-da, qaytib tupurib yuboribdi. Badbaxt, nima bu? Juda bir achchiq meva ekan. Qanaqa yeyapsan buni degan ekan. Xo'jayin, sizdan shuncha yaxshi gaplar eshitdim. Shu yaxshi mevalar yedim qo'lingizdan. Bir marta nordon meva yesam hech narsa bo'lmaydi-ku degan ekan. Shunga aytadilarki, xotin ham bir-birimizdan yaxshi gaplar eshitdik, yaxshi kunlarni ko'rdik, farzand ko'rdik, e'tibor ko'rdik. Bir marta, yarim marta yomon fe'lini, yomon gapini, achchiq gapini ko'tarsak ko'taribmiz-da desa, oilaviy ajrim, tushunmovchiliklar, janjallar kamroq bo'lar edi. Salomat